Barchalarga salom bo'ldi. Sizlar bilan Freezy Pabagim bo'ldi. Bugungi rolikimiz Buldropda yana UC chiqarishga harakat qilamiz bo'ldi. Bizga 8100 UC kerak. Hozir 6000 bu coinga balans to'ldira oldik. Bu 300 ming turadi bo'ldi. Bo'ldi, o'tgan videoga 60 UC qo'yildi. O'shani hozir aniqlaymiz. Mana silkani oldik. O'tgan videoda tak faqat IDlarni qoldirishingiz kerak. Tak ketdi bo'ldi. Kim yutarkan hozir? Promoni ochdim, 325 UC tushdi. Bahodirov yutdilar. Afsuski IDlarni yozib qoldirmabdilar. Bola o'tgan videoga ham promo kod qo'ydim. Ko'pinchalik UC chiqasi 325 UC, 666 UC bu videoga ham promo kod qo'yilgan. 70 ta odam ishlaydi. Kecha lekin mana kapitan Pabagim yutdi. Kecha lekin qimmat promo kod qo'yuvdik. Tak, endi midas bo'yiga o'tib. Xo'sh bolalar, mana ko'rishingiz mumkin. IDlarni kiritib oldik. Tak, mana kapitan yut degan obunachimiz yutib oldilar bolalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'zinglarni yonida tashlab beraman. Bolalar, bu videoga ham 60 UC qo'yilgan. Qanaqa qilib yutaman desanglar, ya'ni qanaqa qilib qatnashaman desanglar, kommentariyaga IDlarni yozib qoldirasizlar va obuna bo'lasizlar va like bosasizlar videoga. Oldindan aytib qo'yib bolalar, men random aniqlayman. U faqat obuna bo'lib like bosganlarni aniqlaydi. Unda ketdik. Buldropga o'tib olamiz. Bolalar, shundan bitta narsani tushuntirib o'tib ketdik. Bolalar, bu Telegram kanalimda promo kodlar o'ynaymiz. Tekinga sizlar promo kod olishingiz mumkin. Bu yerda har kuni tarqatiladi. Bolalar, qimmat keysga ochishingiz mumkin. Mana konkurslar, har xil challengelar qilamiz bolalar. Buldropga o'tib olamiz endi. Tak, bolalar, bu videoga ham 60 UC qo'yilgan. Qanaqa qilib yutaman desanglar, sizlar videoga like bosasizlar va obuna bo'lasizlar, kommentariyaga любой so'z qoldirasizlar va ID qoldirishingiz kerak bolalar. Oldindan aytib qo'yib bolalar, u bot faqat obuna bo'lib like bosganlarni aniqlaydi. Bolalar, bu videoga 70 ta odamga ishlaydigan promo kod qo'yilgan. Ya'ni mana bunaqa case 19 talikni bepulga ochishingiz mumkin. Videoda qaysidir joyda chiqib qoladi. Ya'ni bekitib qo'yganman. Yaxshilab videoni ko'rsanglar, o'sha promo kod chiqadi. Mana keysga 19 talik dengiz maxluqi. Xo'sh bolalar, qanaqa qilib balans to'ldiraman desanglar, menyuni bosasizlar, sal pastroq tushasizlar. Hisob to'ldirish bor bolalar. Bu yerda bank kartalar, Visa, bank kartalar, Click, Paynet, Steam, kriptovalyutalar bor bolalar. Misol uchun sizlar 100 ming tashlamoqchisizlar, 745 bu coin beradi. Freeze 20 deb yozsanglar ham 20% omad qo'shib beradi bolalar. 20% balansiga qo'shib beradi. 100 ming o'zi 616 bu coin beradi bolalar. Freeze 20 tepalik Freeze deb yozsanglar sizlarga 20% omad, 20% balansiga qo'shib beradi. Xo'sh bolalar, keyin ko'pinchalik qanaqa qilib UC chiqarsa da'vatudi. Sal pastroq tushsanglar menyuni bosib UC chiqarib olish bor bu yerda bolalar. 98 tasi 60 UC bor. UC chiqarib olish bosganlardan keyin shaxsiy kommentga o'tasizlar, ya'ni menyuni bosib. Tak, bolalar, mana shu ko'zni bosganlardan keyin copyright qilib midas bo'yiga o'tib tashlashingiz mumkin bemalol bolalar. Bu yerda bittadan PUBG emas, bu yerda Standoff kezikkalar bor, Robloxlar bor, Genshin Impact ham bor. Bolalar, keyin ko'pincha obunachilar ham bu pas nimaligini tushunmas ekan. Bu pasda xuddi PUBG ga o'xshaydigan RP bolalar, bu yerda zadaniyalarni bajarib oshirishingiz mumkin. Qimmat tekinga narsani ola olasizlar. Yashil ochsanglar, RPlar ham oshadi. Tak bolalar, unda Open Case ga qaytamiz. Voy bolalar, shundan bitta narsani tushuntirib oling. Bu yerda o'yinlar bor, Sapyor, Minora, Crash, Hildirak, xullas, men sizlarga bittadan ko'rsatib beray bolalar. Qanaqa qilib ko'taraman desanglar, mana bitta bosdim, oppa. Foydadamiz bolalar, o'sha ko'rishingiz mumkin. Xo'sh bolalar, bu yerda bepul case ham bor. Mana Telegraminglarni ulab, Telegramiga obuna bo'lsanglar, sizlar kuniga caselar ocha olasizlar. 2 ta kontakt ham bor. Bu degani yaxshi bolalar. Biz mashinadan risk qilmoqchimiz, xullas bolalar. Tishlar ham beradi. Videoni oxirigacha bo'lsanglar tushuntirib o'tib ketaman. Tak, ketdi bolalar 5 talik. Yedirdi. Qanaqa case ochishimni kommentariyaga yozib qoldiringlar bolalar. Keyingi videoda ochaman. Tak. Yedirdi bolalar, chiqamiz. Bitta obunachim aytdilar, BVM5 oching dedilar. Hozir nima tushishini ko'ramiz.
Tak bola sal bizda Wi-Fi qo'tyapti. BV sal pastroq bo'ladi bola. Albatta Freeze 20, Freeze tepalik Freeze bo'lsanglar sizlarga 20% qo'shib beradi va omadan qo'shib beradi bola. 20% balansligiga qo'shib beradi. Tak bola pastroq tushaylik. Qani bu BVM5. Sizlar ham qanaqa keys ochishimni yozib qoldiringlar bolalar. Tak, bittali dudilar, qani bittali ochib ko'ramiz hozir. Shunda ovozni o'chirib olay bolalar. To'xta. Yo, bab yediradi-yu. Tak, mayli bolalar, 5 tali ochib ko'ramiz. Nima ucharkan 5 tali ketdi. Nu yaxshi. Adashmasam. Voy. 3 tali propusk bilan cho'ta BVM5 yediryapti deyotganimda o'zini-o'zi qoplab berdi bolalar. Endi keysga o'tamiz bolalar. Qanaqa keys ochishimni kommentariy yozib qoldiringlar bolalar. Videoga like bosib obuna qo'yinglar. Bitta obunachi Megalodon ochdilar. Nayse, bolalar tishlayam beradi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar men tushuntirib o'tib ketaman. Voy, men 3000 talikdan ochib. Tak, bola birinchisi yedirdi, ikkinchisini ochib ko'ramiz nima uchun. U yaxshi 500 voy 598 zato bizga ishlayam beryapti. Tak, boshqa keysga o'tamiz. Xo'sh bola, bu yerda metro keys ham bor. Ochib ko'ramiz bola. O'tgan videoda yaxshi beruvdi. 5 tali ochib ko'ramiz nima uchun. Yedirdi-yu, adashmasam. Tak bola, xo'sh yedirdi. O yaxshi. Voy, to'xtaylik, propusk bilan ochib ko'ramiz bola nima tusharkan. Nu 2000. O yaxshi. Mana shu 9000 qilish kerak bola. Nechta bu? Voy, plus zatto. Tak. Uy, men 1000 tamda. 912 shunaqa ham kam bo'ladi. Bolalar bizga mamni tushib bersam. Voy, mamni ham tushib bersa yaxshi bo'ladi. 10 talik yetar ekan. Yaxshi, 10 talik yetar ekan bolalar, risk qilib ko'ramiz nima ucharkan. Tak, yaxshi. Men bosh tushdi 1000 ta. Bu 3000 ta, yaxshi, 3000 ta. Mana shu tumanli port deganda ham ochishingiz mumkin bolalar. Omad yaxshi. U ham kalla 1000 ta turadi bolalar. 2639 sal minus berdi. Tak, yana bitta ochamiz bolalar. Voy, kalla tushib bersa zo'r bo'lardi bor-ku. Voy, yomon yedirdi ishoninglar. Yetdimi? Bitta propusk bilan ochamiz nima uchun ekan. Voy, Wi-Fi yomon qo'tyapti bolalar. To'xtanglar. Yedirdi-ya. 2000. 5 tali ochamiz bolalar. 5 talida yaxshi beryapti. 5 talida hozircha yedirmadi. Yaxshi, 5 talida yaxshi beryapti. 5 tali ochish kerak faqat. Yaxshi, 1000 ta. Uy, yaxshi. Nechta dedim? 2000 ta yaxshi. Mana 5 talida yaxshi beryapti. 700. Tak, bolalar 5 tali yana ochib ko'ramiz. 1700 berdi, yaxshi bu. Tak bola, ko'rishingiz mumkin. 1000 ta tushdi, bizani yedirdi, mayli bola. Yaxshi berib qolar. Yaxshi, foyda. Videoni oxirigacha ko'ringlar bolalar. Promokod qo'yilgan. 70 dollar ishlaydi, bemalol shoshmasdan ko'rishingiz mumkin. Tak. Yaxshi kalla tushib berdi bolalar. 1000 ta turadi, adashmas. 4000. Voy, 4000 tushganini qaranglar. Gaz bo'ldi, yana 5 tali. 5 talikda yaxshi beryapti, yaxshi kalla. Bu kiyim 3000. Voy, 3000 berib yubordi. Bo'ldi, mashindan keyin yedirdi. Bo'ldi, to'xtatish kerak edi. Tak. 1400 daysi bo'ldi, bittali ochib ko'ramiz nima uchun ekan bittalikda. Yedirdi bo'ldi.
bizda 3000 ta plus zatdi. Yana 5 tali ochib ko'ramiz, nima ucharkan bolalar 5 talida. Yedirdi yana. Tak tez ochish gaz. 4000. Voy mana bolalar 8100 oldik. Shu buldiribdan bolalar hammaga xayr bolalar, sizlar bilan Frizi buldirib bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha bolalar promokod qo'yilgan bolalar yaxshilab ko'rgan bo'lsanglar hammaga xayr bolalar, sizlar bilan Frizi buldirib bo'ldi.